告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐，前方被乌云笼罩了，心中在拉扯，困守在敌后，隐隐约约的沉默，透露一丝丝苦涩，愿你不再被伤透，别再带着泪入睡，去去长长的世界，答案不一定绝对，伤口因为爱传裂，让我们痛不尽解。求生的力量来自沉默，战胜可敬的对手。这是心愿是我的所有，抵达心中的辽阔。绳索的光芒指引方向，跨越了浩劫，曙光渐亮。将刀和王列入优先击杀的灵魂名单，最好灵魂控制那刀和王，绝了人类逆转时空复活他的可能，想控制我们奴仆，做梦！什么？他的灵魂防御如此强大，那就去死吧！最终是一名传承者，要再次厮杀魔方，使他难上加难。206 qism. Koinot venerabli bilan ham daryo qilich qiroliga zarar yetkazolmadik. Endi esa biron rejang bormi? Ajdarlar ma'budi sektasi chiqargan suiqasd buyrug'i sababli hamma qo'rqib qolgan. Endi hozircha faqat qulay fursatni kuta olamiz. Qo'limdagi bu zirabchani albatta olib tashlayman. Men yetqich ma'bud usulining 3-bosqichini va xaos qanotlarining 2-shaklini muvaffaqiyatli o'zlashtirdim. Biroq mening nomim butun koinotga tarqalib bo'ldi. Klonlash qobiliyatim ham hammaga oshkor bo'ldi. Va men allaqachon 3 ta buyuk yarqning eng katta nishoniga aylanib bo'lganman. Hozirgi darajam bilan o'zimni himoya qilishim juda qiyin. Agar tezroq kuchayishni istasam, buning eng yaxshi usuli oltin shohli gigantning maxsus qobiliyatidan foydalanib 3-klonimni yaratish. Ajdodlar ma'budining sirli hududi koinotdagi eng yuqori darajali sirli hudud sifatida koinotdagi eng yuqori hayot shakllarini o'zida mujassam qilgan. Agar bu yerda menga foydasi tegadigan biror narsa topa olsam, 3-klonimni yaratish ancha oson bo'lardi. Ajdodlar ma'budi hududi chiroyli bo'lsa ham, juda xavfli joy hisoblanadi. Hatto koinot hukmdori ham bu yo'lda tuzoqqa tushib qolishi mumkin. Agar bu joyda o'lib qolsang, katta yo'qotish bo'ladi. Agar xavfdan qochib, begonar qayg'oqchilari meni topishini kutib o'tirsam, shunchaki qo'g'irchoqqa aylanib qolishim mumkin. Agar bu sirli hududda menga mos keladigan hayot shakli bo'lsa, uni 3-klonimga aylantirishim mumkin. Naqadar kuchli tortish kuchi.
Bu joyni rostdan ham xavfli deb o'ylagandim. Aksincha, bu yer ancha sokin. Axir bu xazina. Bu Bildushar boshqa klonining kristali bilan aloqa qilyapti. U chiqarayotgan qonun kuchi esa uzluksiz ravishda mening kristalimga kiryapti. Nega bunday? Xuddi oyog'im ostida suvga o'xshaydi. Ammo bu aslida qonun kuchi. U har doim tepadagi kristalni to'ldirib boradi. Aql bovar qilmas xazina. Biz adashmabmiz. Bu fazo yuragi. Fazo yuragi nima? Fazo yuragi qonun energiyasi bilan to'lgan va u to'liq shakllanib yetilishi uchun juda ham uzoq vaqt talab qiladi. Iblis kloni fazoviy qonunda ustunlikka ega. Uni energiyasi sani yadroingga oqib kiryapti. Sizlar bir-biringizga o'xshashsizlar. Bu fazo yuragi meniki. Unga ko'z olaytirma. Ovoz chiqarmasdan yaqinlashdi. Bu begona arq vakili kamida ko'not hukmdori darajasidagi kuchga ega. Seni ruhing zararlanmadimi? Unday bo'lsa, shu yerda o'lishga tayyorlan. Meni o'ldirib xazinani olmoqchimisan? O'zimni portatib yuborsam meni ayblama. Bilishing kerak. Men 5 rangli dara tepasidanman. Buni oqibati qanday bo'lishini bilasanmi? Hozir o'zingni portatib yuborsang ham, meni ilohiy himoyamni buza olmaydi. Kompyutering shikastlangan, ma'lumot uzata olmaysan. Rey qolish imkoniyating yo'q bo'ldi. Menda boshqa aloqa usullari yo'q deb o'ylaysanmi? Boshqa klonlarim o'z qurilmalari orqali bu ma'lumotni uzata oladi. O'sha paytda yaqin o'rtadagi barcha jangchilar fazo yuragining joylashuvini bilib olishadi. Xo'sh, shunda ham uni himoya qila olasanmi? Gapir, nima istaysan? Hozir dushman bilan kuchim teng emas va fazo yuragining energiyasi hayot kristalimga o'qib kirishda davom etmoqda. Avvalini chalg'itib turishim kerak. Hayotim hozir sening qo'lingda. Hatto biroz xazina taklif qilsam ham, balki fazo yuragini qo'lga kiritganingdan so'ng meni darhol o'ldirasan. Senga qanday ishonishim mumkin? Qanday almashinuv shartlaring bor, taklif qil. Meni o'ylab ko'rishim kerak. Menga o'sha fazo yuragi kerak. Lekin o'lishni ham xohlamayman. Lekin hozir meni o'ldirmasligingga qanday ishonishni ham bilmay turibman. Yaxshi, unda fazo yorug'i g'oyib bo'ldi. U to'liq yetildi. Nihoyat to'liq yetishdi. 3000 era. Har kunga qilgan ishlarim bekor ketmadi. Fazo yuragi meniki. Nimalar bo'lyapti? Yo'q, yo'q. Uning energiyasi so'rib bo'lindi. Bu xuddi so'nishdan oldingi, so'nggi uchqunga o'xshaydi. Qayta tug'ilishdan oldingi vayronagarchilikmi? Sen fazo yuragini tomosha qilib turaver, men bu yerda qolmayman.
Ketsa ketaversin. Fazo yuragi yetarli. Hatto birovga aytgan taqdirda ham endi kech. Bo'lishi mumkin emas. Fazo yuragi o'z-o'zidan parchalanishi mumkin emas. Nahotki o'sha la'nati voris 5 rangli daraga kirib, maxsus reaksiyani qo'zg'atgan bo'lsa, hatto 5 rangli daraga ketgan bo'lsa ham, bu fazoviy yo'riq yo'qolib, fazo yuragi to'liq yetilgandan keyin sodir bo'ladi-ku. Qanday parchalanib ketishi mumkin? Uni chalg'itishga uddalading. Fazo yuragi to'plagan barcha energiyani o'zingga singdirib olding. Endi iblis kloning dunyo hukmdoridan 100 barobar kuchliroq. Oltin shoh yirtqich kloning bo'lsa 10 barobar kuchliroq. Faqat kuch emas. Men yangi maxsus texnika mohiyatini ham anglab yetdim. Shaxsiy hudud. Meni mahkam ushlab ol. kilometrlik shaxsiy hudud ichida men bir lahzada 10 kilometrlik fazoni bosib o'ta olaman. Va shuningdek, bu shaxsiy hudud ichidagi xohlagan joyimga bora olaman. Va nihoyat endi asl rejamga qaytishim mumkin. 3-klonimni izlash uchun yo'lga chiqamiz. Bu joy 9 zulmat fazo vaqti deb ataladi. Bu safargi maqsadimiz dunyo daraxtining joylashuvi. Agar dunyo daraxtini 3-klonimga aylantira olsam, buni ustunlik tarafi bor. Birinchisi, fazo vaqtini boshqarish bo'yicha maxsus mahorat. Ikkinchisi, uni ulkan hajmi juda ko'p miqdordagi ilohiy energiyani saqlashi mumkin. Uchinchidan, ilohiy qurolni mustahkamlab, tashqi hujum ta'sirini kamaytiradi. Muammo shundaki, bu orolda yashaydigan o'simliklar juda tajovuzkor. Birinchi vazifa bu o'simliklar oldidan sezdirmasdan o'tib olib, dunyo daraxtining oldiga borish. Besh oydan so'ng. Bu juda ham sekin. Yana ozroq. Balki yetar. Yana ozroq. Jinnursoning barglari to'kilmas ekan. Boshqa yo'li yo'q. Uni olib bo'lmasa, tortib olishimiz kerak. Bo'la qol. Qani uzvol. Uzoqqa. La'nati o'zga irq vakili. Shunchalik kuchlimi? Hatto qarshi hujum qilishga ham ulgurmadi. Bu daraxt dunyo hukmdori darajasida bo'lsa ham, allaqachon qurol darajasidagi kuchga ega. Mo'sha kolonining o'zi unga teng kela olmaydi. Tashqi yordamdan foydalanishim kerak. Bolo ma'budining kristali hatto o'lmas qirolni ham o'ldirishi mumkin.
Bu daraxt esa atigi dunyo hukmdori darajasida va shuningdek ilohiy tanasini ham yo'qolmaydi. Bunga dosh bera olmasligi aniq. Portla! Ota, o'ziga irq vakili shoxlarimga ziyon beryapti. Xomashyoni qo'lga kiritdim. Endi ketamiz. To'xta. Atrofdagi fazo vaqtim muzlab qoldi. Qimillay olmayapman. Nahotki Ota, uni o'ldirishimga ruxsat bering. Ya men avlodimga ziyon yetkazishga urinsa, uni o'ldiraman. Chichi, bechora bolakay, uncha barglaring to'kilibdi. Chichi, gar otang bo'lmaganda bu irq vakili qochib ketgan bo'lardi. Kichkinachi, bu irq vakilini qochish usuli ancha yaxshi ekan. Teleportatsiyaga g'oyib bo'lish fazoviy tebranishlarni keltirib chiqarmaydi. Agar u irq vakillarni qochirib yuborsak, qayta ushlash qiyin bo'ladi. U seni yaraladi. Uni jazolashga yordam beraman. Shunisi yaxshi emasmi? Yo'q, yetarli emas. Unda yaxshilab harakat qil. Aka-opalaringga o'xshab. Bilmas darajaga yet. Mana bu o'zga irq vakillaridan qo'rqmaydigan bo'l. eng kuchli dunyo daraxti. Eshitishimcha koinot hukmdori darajasida. Ularning kuchi o'lmas daraja bilan teng bo'ladi. Shunda uning bir nafasi klonimni yo'q qilib yuborishi ham mumkin. Dunyo daraxti hozir hushyor holatda. Xo'sh, men nima qila olaman? Eng kuchli dunyo daraxti shunday maqomga ega bo'la turib, nega men bilan jang qiladi? Bir ikkita barg va shox arzimagan narsa-ku. Sizdek zotning harakat qilishi mavqeingizni tushirmaydimi? Ammo ikkita omadsiz yurishdan so'ng men dunyo daraxtining hujum uslubini tushunib oldim. Bu safar boshqacha reja tuzaman. Endi xatolar bo'lmaydi. 想要我收手？抱歉，我做不到。正片太短不够看，扫描这个二维码可以领取更多官方情报独家爆料，还有超多精美壁纸、惊喜福利等你解锁。赶快扫码，我在原始星等你挑战。 被笼罩在一片灰色，只有水液昭示生命还炙热。弱肉强食都遵循这个规则，看谁比谁有资格让爆破被最后的视线定格。我用火焰招待天外的来客，趁着陨石还在和大气拉扯，涅槃就在下一刻。用血肉，用信念。 心永远都不陨落，在这硝烟，在这废墟，就算倒下也不退缩。要看我冲破苍穹，让宇宙听见怒吼，咆哮着，挣扎着，野火把夜空燃后。 掉整片星空，
我本不想杀你，现在休怪我了。你疯了吗？九幽之海危险重重，每滴海水都重如泰山，还会出现九幽漩涡。现在哪管得了这么多？交出羽翼，有你命！外族，擅闯我族九幽之海，好强的吞噬之力，远超魔音山的死亡深渊。找死！